Aka, assalomu alaykum. Mana shu joyga tetan qilish kerak edi. O'tgan kuni gaplashuvdik siz bilan. Bochkasi mana shu cho'miladigan joyda turadi. Pechkasi bilan yasash kerak. Pechkasi где-то mana shu 25 sm balandlikda bo'lsa bo'ladi. Hozir buni nargi tomonini ko'rsataman, yoqadigan garelka turadigan tarafi. Mana bu ikkinchi tarafi, kotelli tarafda garelkasi turadi, yoqadigan joyi. Devorning qalinligi 40. Shu devorni yarmigacha kesib bo'ladi. Aka, men sizga aytmoqchi bo'lganim mana bunaqa narsadan, hozir mana o'zimizni eski uyimizdagi titan mana. Pechkasi tagida отдельно, mana bochka mana отдельно olinadi. Mana bu tagidagi bochkasi. Yoqadigan tarafi mana yoq tomonda. Mana. Shunaqa narsani aytmoqchi bo'ldim sizga.